Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Amerika Avam Palatasi Tashqi ishlar komitetining a'zolari chorshanba kuni Uyg'ur siyosati qonuni deb atalgan ushbu qonun loyihasiga bilet tashlab, hamma a'zolarining ma'qullashi bilan mazkur komitetdan birdek ovoz bilan o'tgan. Bu qonun loyihasini Amerikaning ikki o'xshamagan partiyaning Avam Palata a'zolaridan Yon Kim, Amy Bera, Gregory Mix va yana 5 a'zosi birlikda tanishtirgan ekan. Amerikadagi ikki partiya orasidagi talash-tortishlar bargan sari kuchayotgan bugungi kunda Uyg'ur siyosati qonun loyihasining birdek ovoz bilan o'tishi Amerikadagi ikkala partiyaning Uyg'ur masalasiga bo'lgan qo'llashining hech o'zgarmay davomlashayotganligining to'liq isboti bo'ldi. Bu qonun loyihaning Avam Palatasi Tashqi ishlar komitetini o'tishi bilan mazkur qonun loyihasini tayyorlagan Yon Kim xonim Uyg'ur siyosati qonun loyihasi Amerika hukumatining insoniyat qarshi muomalaga uchrayotgan xalqlarning kishilik huquqi va o'ziga xos salohiyatini qo'g'dish uchun imkoniyat bilan ta'minlab berdi. Men Avam Palata Tashqi ishlar komitetining bu tirishchanligini qo'llaganiga tashakkur etaman. Men Xitoy Kompartiyasining dafsanchiliklariga qarshi to'xtovsiz maydonda turaman va dunyoning har qaysi joylaridagi erkinlik va kishilik huquq masalalarini ilgari suraman degan. Bu qonun loyihasida Uyg'urlarning tarixdan buyon o'ziga xos diniy va madaniy salohiyatining borligi, shundaqla xalqaro iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqlarini qo'g'dash ahdnomasi bilan xalqaro fuqarolar va siyosiy huquqlarni qo'g'dash ahdnomasiga asosan barliq xalqning o'z taqdirini o'z belgilash huquqining borligi alayda o'ttirib qo'yilgan. Shuningdek yana Amerikaning ikki sobiq tashqi ishlar ministrining Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat ilib borganligini ta'kidlaganligi bildirilgan. Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlari bu loyihaning Amerika Avam Palatasi Tashqi ishlar komitetidan o'tishini qizg'in qarshi olgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya direktori Umar Qanat apandi davlat majlisi a'zosi Yon Kim xonimning bu qonun loyihasi Uyg'urlarga zo'r umid bag'ishlaydi. Bizning xalqimiz hozir maqsadlik ilib berilgan irqiy qirg'inchilik ostida chidg'usiz zulm chekyotidi degan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harakati tashkilotining ijroiya direktori Roshan Abbas xonim bu loyiha dunyodagi Uyg'urlarni qo'llaydigan strategiyalik zaruriyat bo'lib, u yana bir vaqtda xalqaro jamiyatning o'zi qo'g'daymiz degan qimmat qarashlarini qo'llashida turtkilik rol o'ynaydi degan. Bu qonun loyihasida Amerika tashqi ishlar ministrligiga berilgan huquq sharhlanib, uning Uyg'urlar va Sharq Turkistonga munosabatli siyosatlar, programmalar va qo'llashlarni moslashtirish kerakligi talab qilingan. Bu qonun loyihasida Amerika tashqi ishlar ministrligining Yevropa, O'rta Osiyo va Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarning tashqi ishlar ministrliklari bilan aloqa bog'lab, Uyg'urlar va Sharq Turkistondagi boshqa milliy va diniy osonliklarning kishilik huquqi va diniy erkinligiga bo'lgan tiximi cho'nqur hurmatni ilgari suradigan siyosatni qo'llashi o'ttirib qo'yilgan. Bu qonun loyihasida Amerika tashqi ishlar ministrligining Amerikaning qonuniga asosan vatanimizni nishon olgan Erkin Osiyo radiosini o'z ichiga olgan mustaqil matbuotlarning xabar berishi va tekshirish axborotchilik ilib berishni qo'llashi talab qilingan. Buningdan sirt yana Amerikaning BDT'da turishliq vakilining vatanimizdagi kishilik huquq vaziyatini nazorat qiladigan mustaqil dokladchining tayinlanishini va Uyg'ur kishilik huquq masalalarini BDT munbarlarida qo'llashi talab qilingan. Bu loyihadagi muhim nuqtalarning biri bo'lsa, u Amerika tashqi ishlar ministrining Xitoyga besim ishiltib, vatanimizdagi barliq atalmish qayta tarbiyalash lagerlarini taqash strategiyasi tuzib chiqishni talab qilgan. Bu qonun loyihasida yana Amerika tashqi ishlar ministrligining Uyg'urlar va Sharq Turkistonga munosabatli siyosatlarda davlat majlisidan maslahat elishi, Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilariga beradigan yordam pul to'g'risida munosabatli federal agentliklar bilan moslashishi va Amerikaning Islom hamkorlik tashkiloti bilan bo'lgan dialogidan foydalanib, Uyg'urlarning kishilik huquq, shundaqla tutib turilgan, parokanchilik uchirgan va davlat xalqiga ziyonkashlik uchirgan Uyg'urlarni qo'llash masalalarini o'ttirib qo'yish talab qilingan. Uyg'ur siyosati qonun loyihasi 2022 va 2024 yillarda Amerika davlat majlisida tanishtirilgan bo'lib, shu chog'larda ko'p sonli Avam palata a'zolarining qo'llab bilet tashlashi bilan o'tgan edi. Amerika prezidenti Trump Xitoy hukumati Amerikaga qarshi 84% tamojni beji qo'ygandan keyin Xitoyni jazolash uchun uningga qarshi jami 125% boj qo'ygan. Amerika Birlashma Agentligining xabariga qaraganda, Prezident Trump chorshanba kuni mutlaq ko'p davlatlarning tamojni bejini 90 kun keyinga surgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyninkini o'stirgan. Xabarda aytilishicha, Prezident Trump o'zining bu qarorining 75 dan ortiq davlat Amerika bilan suhbat qilishni xohlaganligini ifodalaganlik uchun
Shundaqla Amerikaga qarshi qaytarma zarba xarakterlik tamojni beji qo'ymaganlik sababidan berilganligini bildirgan. Trump yana Xitoyga bu fursatni bermaganligini aytgan. Amerika Moliya ministri Scott Bessentning chorshanba kuni bildirishicha, Amerika hukumati kelarki 90 kun ichida har bir davlat bilan tamojni beji ustida suhbat elib berib kelishimlar tuzdi ekan. Amerika Birlashma agentligining bildirishicha, Moliya ministri Bessent biz beradigan birdan-bir va'da shuki, Amerika yaxshi niyat bilan suhbat elib boradi. Biz ittifoqdoshlarimizni shunday qiladi deb o'ylaymiz degan. Amerika prezidenti Trump chorshanba kuni aytganda, Xitoy hukumatining o'zining ogohlantirishiga qaramay Amerikaga 34% qaytarma zarba xarakterlik tamojni beji qo'yganiga qarshi Xitoyga 104% tamojni beji qo'ygan edi. Xitoy hukumati buningga tan bermay, chorshanba kuni Amerikaga yana 50% boj qo'yib, o'zining Amerikaga qo'ygan umumiy boj nisbatini 84% ko'rsatgan. Xitoyning Amerika mahsulotlariga qo'ygan bu tamojni beji 10 apreldan boshlab rasmiy kuchga ega bo'ldi ekan. Xitoy Savdo ministrligining chorshanba kuni e'lon qilgan hujjatida, agar Amerika o'zining iqtisodiy va savdo cheklamalarini davomli kuchaysa, Xitoy o'zining qattiq irodasi va mol tadbirlar orqali zarur tepilgan qaytarim tadbirlarini elib berib, oxirgacha kurash qiladi deyilgan. Amerika Moliya ministri Scott Bessent chorshanba kuni Fox televiziyasining ziyoratini qabul qilganida Xitoyning kelib suhbat qilmaganligi afsuslanarli bir ish. Chunki Xitoy xalqaro savdo sistemasining eng chong buzg'unchisi degan. CNN televiziyasining seshanba kuni bergan xabarda bildirilishicha, Oqsaroy bayonotchisi Caroline Levitt Trump hukumatining chorshanbadan boshlab Xitoydan keladigan barliq import mahsulotlarga 104% tamojni beji qo'ydiganligini e'lon qilgan. Bayonotchi Levitt so'zida Amerikaga qarshi qaytarma zarba e'lon qilib, Amerika ishchilarini xo'rlash urinishdan yanmagan Xitoyga o'xshash davlatlar bir cho'ng xatolik o'tkazdi. Chunki prezident Trumpning po'latdek o'martqisi bor. U sunmaydi degan. Prezident Trump dastlabda fevralda Xitoy mahsulotlariga 10% tamojni beji qo'ygan edi. O o'tgan oyda bu bojni 2 o'stirdi. Prezident Trump 2 aprel kuni Xitoyga 34% tamojni beji qo'ygan. Xitoy hukumati buning javoban Amerikaga qarshi 34% boj e'lon qilgandan keyin Trump dushanba kuni Xitoyga yana 50% boj qo'shib qo'ygan edi. Amerika prezidenti Trump Xitoyga 50% boj qo'ygandan keyin Xitoy hukumati bu masalani chiroyli suhbat bilan hal qilishning o'rniga Amerikani seshanba kuni ayblab, o'zining bu masala ustida oxirgacha jang qildiganligini jakarlagan edi. Natijada Trumpning Xitoyga 8 aprel tushkichi bergan muhlati o'tgandan keyin Amerikaning Xitoyga qo'ygan 104% tamojni beji chorshanbadan boshlab rasmiy kuchga ega bo'lgan. Amerika Moliya ministri Scott Bessent seshanba kuni Xitoyning inkosini ayblab, Xitoy bizga qarshi tamojni bejini o'stirsa, bizga nima ziyni? Biz ular bizga eksport qilgan mahsulotlarning 5dan birini eksport qilamiz. Şoň olarning utirgan degan. Minister Bessentning bildirishicha, Amerika prezidenti Trump bu ayning 5ida 180 dan ortiq davlatga o'xshamagan shaklda tamojni beji qo'ygandan keyin 70 ga yaqin davlat Oqsaroy bilan aloqalashib, Amerika bilan bu masalani suhbat orqali hal qilish yo'lini tanlagan ekan. Yevro xabarining bildirishicha, bu davlatlar Yevropa birligi bo'lib, Yevropa Kengashining prezidenti Ursula von der Leyen dushanba kundagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Yevropa birligining Amerika prezidenti bilan tamojni beji masalasi ustida suhbat elib berishga tayyor ekanligini bildirgan. Prezident von der Leyen so'zida Yevropa har zaman yaxshi sodlashga tayyor degan. Trump o'tgan hafta Yevropa birligiga 20% tamojni beji qo'ygan edi. Yevropa birligi bu masalani suhbat bilan hal qilishning o'rniga chorshanba kuni Amerikaga qarshi 25% tamojni beji qo'ygan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.